Shvetsiyadagi mashg'ulot olib boradigan zalimni bugun sizlarga ko'rsataman. Mashg'ulot zalimi Stokgolmda oddiy plan stansiyasida joylashgan bo'lib turibman. Qaranglar, shundoq terrasini ichkari oldingilar bilasizlar, pastki podvalda trenirovka qilgan как uch atmosferani beradi. Shundoq ishdan kirib pastga tushasizlar, pastga такой ichkari atmosfera va bomba. Amma chotki mazza trenirovka qilib borib. Qulay zalimiz juda ham qulay, treneri ham zo'r. O'z boshida gaplashganimizda har bitta dars bundoq qarang 200 kron deganda, lekin bizda bundoq qaraganda bir oyda ancha masalan haftasiga 4 mahal, 5 mahal ham trenirovka bo'lyapti. Lekin hozirgi vaqtda masalan yaxshi chiqishib ketdi. Hisoblab ko'rsa masalan haftasiga 4 marta ham masalan trenirovka bo'lyapti. Lekin xullas tanish bilishchilar yaxshi kelishib oldim, o'shaning evaziga 2000 kron bera qolasan dedi. Xullas do'stlar, mana shunaqa sizlarga Shvetsiya haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'lib kuzatishni davom etinglar. Hammaga katta rahmat.